Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Bir orzular qabristondagi begona. Nyu-York osmoni xuddi qora baxmaldan tikilgan ulkan kafanga o'xshardi. Fevralning shafqatsiz izgirini Manhattan ko'chalari bo'ylab guvullar odamlarning yuziga muzli ignalarini sanchardi. Jasur yupqagina rangi ochgan kurtkasining yoqasini ko'targancha metroning zax hidi kelib turgan zinalardan og'ir qadamlar bilan ko'tarilib keldi. Uning barmoqlari sovuqdan qotib, hissiyotni yo'qotgan, qizargan ko'zlarida esa mudhish bir charchoq, butun dunyoga bo'lgan ovozsiz isyon porlardi. U 25 yoshda edi. Ammo hozir bu tosh o'rmonda uning yelkalari go'yo 50 yillik hayot yukini ko'tarib turgandek egik holatda edi. Samarqanddagi issiq hovlisi, onasining tongda yopgan issiq nonining hidi, otasining duolari, bularning barchasi qandaydir boshqa bir sayyorada, boshqa bir hayotda qolib ketgandek tuyulardi. Bu yerda, Amerikaning yuragida u faqatgina hech kim tanimaydigan, ismi yo'q, yuzi yo'q minglab qora ishchilardan biri edi xolos. Kunning birinchi yarmida qurilishda muzdek armaturalarni tashib qo'llari qabargan bo'lsa, kechqurun arzon qahvaxonada idish yuvuvchi bo'lib ishlardi. Bugun ham qurilish obyektida brigadirning haqoratli so'zlarini jimgina yutishga majbur bo'ldi. Chunki uning tanlovi yo'q edi. Otasining davolanishi uchun olingan katta qarz, ukasining kontrakt puli, bularning bari uning bo'g'ziga sirtmoq bo'lib o'ralgan, har gal nafas olganida bo'gib kelardi. Jasur osmono'par binolarning yonib turgan derazalariga qarab, qalbining eng tubidan kelayotgan faryodni ichiga yutdi. Xudoyim, qachongacha bu azob? Qachon yorug'likka chiqaman? Ikki tasodifiy to'qnashuv va singan qalb ovozi. Tungi smena o'zining avj pallasiga chiqqan edi. Qahvaxonadagi havo qovurilgan yog' va arzon qahva isiga to'lgan. Jasur bir uyum yog'li idishlarni yuvib bo'lib zalga chiqdi. Mijozlar siyraklashgan, faqatgina burchakdagi stolda bir ayol yolg'iz o'tirardi. Ayol taxminan 65 yoshlarda bo'lsa-da, qaddi-qomati tik, harakatlarda aslzodalarga xos nafosat sezilib turardi. Kumushrang sochlari chiroyli turmaklangan, eknidagi liboslari oddiygina, ammo juda qimmatbaho ekani ko'rinib turardi. Ammo uning yuzida Jasur o'ziga juda tanish bo'lgan bir ifodani, cheksiz, bo'g'uvchi yolg'izlikni ko'rdi. Jasur uning stolidagi bo'shagan qahva finjonini olayotganda, charchoqdanmi yoki xavotirdanmi, qo'li biroz qaltirab ketdi va finjon likopchaga qattiq urilib, jaranglab ketdi. Kechirasiz, xonim, dedi Jasur siniq ingliz tilida, boshini egib. U hozir menejer kelib uni ishdan bo'shatishini kutib ich-ichidan titrardi. Biroq ayol jahl qilmadi. U boshini ko'tarib, Jasurning ko'zlariga shunday chuqur, shunday tushunib bo'lmas o'tkir nigoh bilan boqdiki, yigitning vujudi jimirlab ketdi. Siz juda charchagansiz, yigitcha, dedi ayol. Uning ovozi mayin va shifobaxsh edi. Bu shahar odamning qonini ichishni yaxshi ko'radi. Mening ismim Eleanor. Jasur hayratdan qotib qoldi. 2 yillik musofirlik hayoti davomida bu shafqatsiz shaharda hech kim, hech bir inson uning ko'zlariga qarab, uning inson ekanligini, charchaganini tan olmagan edi. Eleanorning ko'zlaridagi mehr yigitning qotib qolgan qalbida mitti bir tirqish ochgandek bo'ldi. Jasur. Men Jasurman, dedi u ovozi qaltirab. Ular atigi 2 daqiqa gaplashishdi. Ammo shu 2 daqiqa ichida 2 xil dunyo, 2 avlod va 2 o'zga madaniyat vakillari o'rtasida qandaydir ko'rinmas, mustahkam iplar bog'langan edi. Eleanor ketayotib, stol ustiga kattagina choychaqa tashlab ketdi. Ammo Jasur uchun pul emas, ayolning ketish oldidan aytgan so'zlari qimmatliroq edi. O'zingizni asrang, Jasur. Siz hali kimgadir keraksiz. 3 jarlik yoqasida. O'sha tunda Jasur o'zining zax va tor ijaraga olingan xonasiga qaytganda, telefon ekrani yorishdi. Ona degan yozuvni ko'rib, yuragi qinidan chiqqudek bo'ldi. Odatda onasi bu vaqtda qo'ng'iroq qilmasdi. Alo, onajon. Yigitning ovoziga darhol xavotir aralashdi. Telefonning uch tomonida onasining yiglagan ovozi eshitildi. Bolam. Jasurjon. Otangni kasalxonaga olib ketishdi. Doktorlar shoshilinch operatsiya qilish kerak deyishyapti. Katta pul kerak ekan, bolam. Nima qilamiz endi? Qarz beruvchilar ham uyga kelib
Popsa qilib ketishdi. Yordam ber, bolam, otangdan ayrilib qolmaylik. Jasurning tomirlaridagi qon muzlab qoldi. Uning cho'ntagida ijara pulidan ortgan arzimagan chaqa bor edi xolos. Qo'shimcha ish topishning iloji yo'q, viza muddati tugab boryapti, qarzlar esa osmon qadar. U o'zining nochorligidan, musofir yurtda qoloyogi bog'langandan oksib-oksib yiglab yubordi. Tizzalab qoldi. Xonaning sovuq devorlari uning ovozsiz faryodiga guvoh bo'lardi. Ertasi kuni u umidsizlik va qora oylar og'ushida yana o'sha qahvaxonaga ishga keldi. U hamma narsaga tayyor edi, kerak bo'lsa o'zini olimga ham yuzlashtirishga rozi edi, faqat otasini saqlab qolish uchun. Zalga chiqqanida o'sha burchakdagi stolda yana Eleanor o'tirardi. Bu safar ayolning oldida faqat qahva emas, balki qandaydir qog'ozlar turardi. Eleanor Jasurni ko'rishi bilan unga qo'l siltab, yoniga chorladi. Ayolning nigohida qat'iyat va kutilmagan bir qarorning uchquni bor edi. Jasur stolga yaqinlashganda, Eleanor shunday so'zlarni aytdiki, yigitning butun dunyosi ostin-ustun bo'lib ketdi bir. Qog'ozga o'ralgan taqdir. Qahvaxonadagi chiroqlar xira tortgandek atrofni o'gir, bo'g'uvchi sukunat qoplagan edi. Jasur Eleanorning ro'parasida turarkan, ayolning oldidagi qog'ozlarga ko'zi tushdi. Bu oddiy qog'ozlar emasdi, qalin jildga solingan, yuridik muhrlar bosilgan hujjatlar edi. Eleanor chuqur xo'rsinib titrayotgan, ammo uzuklar bilan bezatilgan barmoqlari bilan jildni Jasurga qarab surdi. Men seni kuzatdim, Jasur, deya so'z boshladi Eleanor, ovozi past, lekin har bir so'zi xonaning ichida oqdek yangrardi. Sening qanchalik qiynalayotganingni, qandaydir og'ir yukni yolg'iz ko'tarib yurganingni ko'rdim. Kecha telefoningda yiglaganingni ham eshitib qoldim. Jasurning yuziga qon yugurdi, gururi toptalgandek mushtlarini tugdi. U o'z ojizligini birov ko'rishini istamasdi. Ammo Eleanor uni to'xtatdi. Shoshma, yigitcha, gurur qilma. Gurur qoringa ovqat, kasalga shifo bo'lmaydi. Mening senga bir taklifim bor. Men sening barcha qarzlaringni to'layman. Otangning operatsiyasi uchun qancha kerak bo'lsa, bugunoq hisobingga o'tkazib beraman. Buning ustiga senga qonuniy hujjatlar, green card olishingga yordam beraman. Sen bu qafasdan qutulasan. Jasurning ko'zlari chaqchayib ketdi. Yuragi qinidan chiqqudek urardi. Evazigachi, dedi u, ovozi xirillab bo'g'ziga tiqilgan toshni yutishga urinib. Bularning evaziga mendan nima istaysiz? Eleanorning yuzidagi aslzodalarga xos ifoda birdaniga g'oyib bo'lib, o'rnini cheksiz, yalang'och bir dard egalladi. Uning ko'zlarida yosh aylanardi. Evaziga sening yoshliging kerak emas, menga joning ham kerak emas. Menga shunchaki himoya kerak. Men og'ir kasalman, Jasur. Yuragim istalgan daqiqada urishdan to'xtashi mumkin. Mening o'z bolalarim bor, qonimdan bo'lgan bolalarim. Lekin ular meni qariyalar uyiga topshirib, boyligimni bo'lib olish taraddudida yurishibdi. Men o'z uyimda, o'z o'rnimda insondek olishni xohlayman. Menga shunchaki oxirgi kunlarimda qo'limdan tutib turadigan, meni o'sha vahshiylardan himoya qiladigan qonuniy er kerak. Menga uylan, Jasur. Ikki gurur va chorasizlik jangi. Menga uylan. Bu ikki so'z Jasurning miyasida yashindek chaqnadi. U qanday qilib qahvaxonadan otilib chiqqanini, Nyu-Yorkning muzdek yomg'iri ostida qanday yugurganini o'zi ham bilmasdi. U yomg'ir aralash qor yog'ayotgan ko'prik ustida turib, pastdagi qop-qora, mavjlanayotgan suvga qarab bokirdi. Uning vujudida ikkita odam ayovsiz jang qilardi. Biri sharqona tarbiya ko'rgan, o'z or-nomusini hamma narsadan ustun qo'yadigan, qishloqdagi tengqurlari orasida boshi egilishidan olgudek qo'rqadigan o'zbek yigiti. Men o'zimni sotmayman. Bu qanday sharmandalik? Ota-onam, yor birodarlarim eshitsa nima deydi? Qanday qilib bu jonim tengi ayolga uylanaman? Deb faryod qilardi uning gururi. Ammo ikkinchi odam, bu bechora hol, har kuni deyarli och uxlaydigan, otasining olim yoqasida yotganini bilib, qo'lidan hech narsa kelmayotgan chorasiz ogil edi. Otang olyapti-ku, ahmoq. Odamlarning gapi uni qabrdan qutqarib qoladimi? Seni deb shu holga tushdi, endi uning joni sening qo'lingda. Jasur tiz cho'kdi.
Muzdek asfalt uning tizzalarini teshib yuborgudek sovuq edi. Lekin qalbida yonayotgan jahannam olovini hech narsa o'chirolmasdi. Uning ko'z yoshlari yomg'ir bilan qorishib yuzini yuvardi. U osmonga qaradi. Bu tosh o'rmonda osmon ham ko'rinmas, yulduzlar ham yo'q edi. U faqat bitta narsani, otasining tirik qolishini istardi. Gurur kambag'alning eng qimmat, ammo qoringa to'ygazmaydigan, kasalga shifo bo'lmaydigan zaharli taomi ekanligini u o'sha kecha ilk bor butun vujudi bilan his qildi. 3 qonli imzo va kutilmagan zarba. Ertasi kuni ertalab Jasur Eleanorning dabdabali, biroq qandaydir huvillab yotgan uyiga bordi. Ayol uni kaminga tutashgan katta zalda kutib turardi. Jasurning yuzi oqarib ketgan, ko'zlarining atrofi qoraygan, go'yo bir kechada 10 yoshga qarib qolgandek edi. "Men roziman", dedi Jasur, xuddi dordagi odam o'zining so'nggi so'zini aytayotgandek qat'iy, ammo o'lik bir ovozda. "Lekin mening bir shartim bor. Men sizning pulingizni sadaqa sifatida olmayman. Men sizning xizmatingizni qilaman. Uyingizni tozalayman, ovqatingizni qilaman, sizni o'z onamdek asrayman. Menga beradigan pulingiz, bu mening peshona terim bilan oqlangan haqim bo'ladi." Eleanorning ko'zlaridan yosh dumalab tushdi. U Jasurning qotib qolgan, qadoq qo'llarini o'zining mayin kaftlari orasiga oldi. "Rahmat senga, o'g'lim. Rahmat", deb shivirladi u. O'sha kunning o'zida Jasur uyiga otasining operatsiyasi uchun katta miqdorda pul jo'natdi. Onasiga esa "Ishxonamiz boshlig'i menga qarz berdi, hammasi yaxshi", deb yolg'on gapirdi. Telefonni qo'yishi bilan u xuddi o'zining qalbini o'z qo'llari bilan bo'g'ib oldirgandek his qildi. Ular tezkor nikohdan o'tish uchun hujjatlarni tayyorlashga kirishdi. Eleanorning uyida ilk bor tinchlik, qandaydir iliqlik paydo bo'lgandek edi. Jasur unga dorilarni berar, kamin yonida o'tirib unga o'z yurtining dostonlarini aytib berardi. Eleanor bu sodda, ammo irodali yigitning qalbida qanday buyuk fojia yotganini ko'rib, unga yanada ko'proq bog'lanib qolgandi. Biroq bu osoyishtalik uzoqqa cho'zilmadi. Qishning qahraton tunlaridan birida Jasur oshxonada choy tayyorlayotganda, uyning og'ir eman eshigi dahshatli zarb bilan taqilladi. Qulf buzilib, ichkariga 3 ta gavdali, basharasidan gazab yog'ilib turgan erkak bostirib kirdi. Ularning eng oldidagisi Eleanorning katta o'g'li Richard edi. Uning ko'zlarida qon, qo'lida esa qandaydir qog'ozlar bor edi. "Demak, meni boyligimdan mahrum qilmoqchi bo'lgan ko'cha iti sen ekansan-da", o'kirdi Richard, Jasur tomonga quturgan itdek bostirib kelib bir. Sovuq qon va yalang'och haqiqat. Og'ir eman eshikning zarb bilan ochilishi xonadagi o'lik sukunatni chilparchin qildi. Richard, Eleanorning to'ng'ich o'g'li, ko'zlaridan yovvoyi gazab uchqunlari sachragancha ichkariga bostirib kirdi. Uning ortidan 2 ta barzangi, yuzlarida hissiz niqob qotgan yollanma tansoqchilar kirib, qochish yo'llarini to'sib olishdi. Xonadagi kamin olovi xuddi bu vahshatdan cho'chigandek lipillab qoldi. Richard hech qanday so'z aytib o'tirmasdan to'g'ri oshxona tomonga otildi va Jasurning yoqasidan changalladi. Uning qimmatbaho atir isi kelib turgan barmoqlari yigitning tomog'ini siqib, uni qattiq zarb bilan muzdek devorga urdi. Jasurning nafas olishi qiyinlashdi, bosh aylandi, ammo u qarshilik qilmadi. Sababi u qo'rqoq emasdi. U Nyu-Yorkning xaroba mahallalarida, qora mehnatning ayovsiz qonunlari ichida toblangan yigit edi. U shunchaki bitta noto'g'ri harakati otasining hayotini asrab qolishi mumkin bo'lgan mo'jizani, Eleanor bilan tuzilgan bitimni chippakka chiqarishidan qo'rqardi. "Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan, ko'cha iti?" o'kirdi Richard, Jasurning yuziga tupurgudek yaqin kelib. "Mening onamning pullariga egalik qilmoqchimisan? Visqiriq migrant. Men seni shu devorga suvab tashlayman, seni hech kim, hatto o'z vataning ham qidirib kelmaydi." Richardning tansoqchilaridan biri Jasurning qorniga og'ir etik bilan zarba berdi. Yigit og'riqdan 2 bukilmadi, faqat ingrab yubordi. Labidan sirqirab chiqqan issiq qon iyaklari bo'ylab oqib tushdi. Uning ko'z o'ngida qorong'ulik cho'kdi, ammo shu lahzada quloqiga otasining xirillagan ovozi, onasining yigisi eshitilgandek bo'ldi. U qon aralash so'lagini yerga tupurdi va ko'zlarini sekin ko'tarib Richardga shunday qadahlangan nigoh bilan qaradiki, boyvachchaning vujudidan sovuq ter chiqib ketdi.
Bu kozlarda yo'qotadigan hech narsasi qolmagan, olimga tik boqishga tayyor insonning sokin isyoni bor edi. Ikki ona faryodi va yirtilgan niqoblar. Yo'qol mening uyimdan, yirtqich. To'satdan butun zal bo'ylab yangragan ayanchli, ammo hukmron ovoz barchani to'xtatib qoldi. Zinapoya tepasida Eleanor turardi. Uning rang quti ochgan, qaltirayotgan qo'llari bilan ko'kragini gijimlagancha devorga suyanib zo'rga nafas olardi. Kasallik uni yemirgan bo'lsa-da, onalik va aslzodalik viqori uni tiz chokishga yo'l qo'ymasdi. Ona! Richard xoxolab kulib yubordi. Uning kulgisida shaytoniy bir ohang bor edi. U Jasurni qochib ketmasin degandek chetga uloqtirdi. Siz aqldan ozgansiz. Bu iflos kelgindi sizning boyligingizni o'g'irlamoqchi, men esa sizni himoya qilyapman. Sizga vasiy bo'lish vaqtim keldi. Richard cho'ntagidan qandaydir qog'ozlarni chiqarib Eleanorning yuziga qarab siltadi. Bu sud qarori. Ertaga ertalab sizni ruhiy kasallar shifoxonasiga olib ketishadi. Siz o'z aql-idrokingizni yo'qotgansiz deb topildingiz. Barcha mol-mulk va hisob raqamlaringiz mening ixtiyorimga o'tadi. Bu arzon o'yinchoqingni esa immigratsiya politsiyasiga topshiraman. U deportatsiya qilinadi yoki qamoqda chiriydi. Jasur devorga suyangan koyi nafasini rostlab o'rnidan turdi. U endi hammasini tushundi. Eleanor nega kechalari yiglashini, nega bunchalik shoshilishini va nega o'zini qutqarish uchun oxirgi umid inqirozi sifatida unga yopishganini angladi. Uning ro'parasida turgan odam bu shunchaki ochko'z ogil emas, balki o'z onasini tiriklayin ko'mishga tayyor maxluq edi. Pul va meros insonning qonini qanday qilib muzlatib qo'yishini Jasur birinchi marta o'z ko'zi bilan ko'rib turardi. Uch qora bulutlar soyasida. Unga yaqinlashma, dedi Jasur past, ammo butun xonani titratgudek sovuq va vahimali tonda. U sekin qadamlar bilan Richard va Eleanor o'rtasiga o'tib oldi. Uning qaddini tik tutishi, labidagi qon va ko'zlaridagi quturgan qoplonning nigohi tansoqchilarni ham bir qadam orqaga tisarilishga majbur qildi. Agar bu ayolga bir barmog'ingni tekkizsang, senga o'z qo'llarim bilan go'r qaziyman, dedi Jasur har bir so'ziga urg'u berib. Uning ingliz tili mukammal emasdi, ammo bu ohangni tushunish uchun til bilish shart emasdi. Richard yutindi. U Jasurning ko'zlarida qandaydir yovvoyi sivilizatsiyadan tashqari bir qudratni ko'rdi. Bu boyvachchalar o'rganib qolgan yuridik tortishuv emas, bu olimitim ustidagi haqiqiy jang edi. Sen hali pushaymon bo'lasan, gadoy, deb baqirdi Richard orqaga chekinib. Ertaga ertalab politsiya bilan kelaman. Bu uy meniki. Ular eshikni qattiq yopib chiqib ketishdi. Mashina motorining gumburlagan ovozi uzoqlashgach, uyda yana og'ir sukunat cho'kdi. Jasur chuqur nafas olib, qonini artdi va Eleanorga o'girildi. Ayolning ko'zlaridan yosh tirqirab oqardi. U xuddi kesilgan daraxtdek birdaniga majozi yo'qolib, zinapoya tutqichiga osilgancha pastga qulab tusha boshladi. Uning zaif yuragi bu qadar dahshatli zarbani, o'z o'g'lining xiyonatini ko'tara olmagan edi. Eleanor. Jasur uning yoniga otildi. U ayolning muzdek vujudini quchib oldi. Eleanorning lablari pichirlar, ammo ovozi chiqmasdi. Uning ko'z qorachiqlari kattalashib, nafasi uzilib borardi. Jasurning qo'llari titrab ketdi. Agar Eleanor hozir olsa, uning otasi ham oladi. Hammasi tugaydi, bir. Hayot va mamot orasidagi soniyalar. Zinapoya poyida yotgan Eleanorning rangi bozdek oqargan, yuzidagi chuqur ajinlar orasida qotib qolgan azob ifodasi uning qanchalik qiynalayotganini ko'rsatib turardi. Xonadagi kamin olovi o'zining so'nggi uchqunlarini sochib, ularning ustiga xira, qonrang soya tashlardi. Jasurning butun vujudi muzlab qoldi. Uning qulog'i ostida Eleanorning xirillagan, uzuq-yuluq nafasi va o'zining tomirlarida gumburlab urayotgan qonning ovozidan boshqa hech narsa eshitilmasdi. Yo'q, yo'q, o'tinaman, hozir emas. Hozir olmang, deya faryod qildi Jasur, tizzalab ayolning yoniga cho'karkan. Uning titrayotgan qo'llari Eleanorning muzdek yuziga, keyin esa zaif urayotgan tomiriga yugurdi. Eleanorning ko'zlari yarim ochiq bo'lsa-da, qorachiqlari ma'nosiz boshliqqa qadalgan edi. Jasur aqldan ozayozgandi.
Agar bu ayol shu yerda jon bersa, uning o'z vatanida olim to'shagida yotgan otasi ham omon qolmaydi. U qotib qolgan barmoqlari bilan Eleanorning ko'ylagi cho'ntaklarini, sumkasini yulqib axtara boshladi. Dorilar qayerda, u la'nati dorilar? Nihoyat uning barmoqlari mitti shishachaga urildi. Titroq qo'llari bilan qopqoqni ochib, bitta kichik habdorini ayolning tili ostiga qo'ydi. Endi faqat kutish kerak edi. Vaqt go'yo quyuq smoladek qotib qolgandi. Jasur ko'zlaridan tirqirab oqayotgan yoshlarni artishni ham unutib, osmonga, o'zi ishongan Xudoga iltijo qildi. Nihoyat Eleanorning ko'kragi og'ir ko'tarilib, u chuqur va og'riqli nafas oldi. Uning kipriklari pirpiradi. Ikki zulmat qariga yo. Tez yordam chaqiraman, dedi Jasur, shoshilib telefoniga yopisharkan. Ammo Eleanorning zaif, qaltirayotgan qo'li uning bilagidan mahkam tutdi. Bu qamrashda qandaydir g'ayritabiiy, so'nggi kuch mujassam edi. Yo'q, deb ingradi ayol, ovozi shivirlashdan iborat bo'lsa-da, unda qat'iy buyruq ohangi bor edi. Kasalxona, bu Richardning qopqoni. U yerga tushsam, o'sha soxta hujjatlar bilan meni ruhiy kasallar bo'limiga qamab qo'yishadi. Men o'sha yerda chirib olaman. Ular senga ham hech narsa berishmaydi. Jasur, biz ketishimiz kerak. Jasur ayolning ko'zlaridagi dahshatni ko'rdi. U bu dunyoda pul hamma narsani hal qilishini, qari va xasta onaning o'z bolasiga faqat bank hisoblari uchungina kerakligini butun dahshati bilan his qildi. Qayerga boramiz? Tashqarida qahraton qish, sizning esa ahvolingiz og'ir, dedi u charesizlikdan. Mening eski yozgi uyim bor. Nyu-Jersi o'rmonlarida. Richard u joyni yodidan chiqarganiga 10 yildan oshdi. Meni o'sha yerga olib bor, dedi Eleanor, har bir so'zni aytish uchun butun borligini sarflab. Jasur hech narsani o'ylab o'tirmadi. U ayolni o'zining kuchli qo'llari bilan ko'tarib oldi. Eleanor xuddi kichkina boladek uning ko'ksiga bosh qo'ydi. Yigit uyning yerto'lasiga, garaj tomon yugurdi. U yerda ustini chang bosgan, ammo hali ham mustahkam turgan eski Ford mashinasi turardi. Jasur ayolni orqa o'rindiqqa ehtiyotkorlik bilan yotqizdi, ustiga o'zining yubka kurtkasini va uydan olib chiqqan qalin adyolni yopdi. Mashina motori gumburlab o't oldi va ular Nyu-Yorkning yomg'ir aralash qor yog'ayotgan, sovuq va shafqatsiz tuni qariga singib ketishdi. 3 so'nggi umid manzili va ochilgan sir. Ular manzilga yetib kelganda tong'otar palla yaqinlashib qolgandi. Shahar shovqini ortda qolgan, atrofni faqat qora daraxtlarning shamolda chayqalishidan chiqayotgan vahimali shovqin va muzdek sukunat qoplagandi. Eski yozgi uy huvillab yotar, uning derazalaridan olimtik sovuq urardi. Jasur eshik qulfini tosh bilan urib sindirdi va Eleanorni ichkariga olib kirdi. Zax bosgan xonada faqat bitta eski karavot va chang bosgan divan bor edi. U ayolni karavotga yotqizib, uydagi barcha issiq narsalarni uning ustiga yopdi. O'zi esa qaltiragan qo'llari bilan o'choqqa olov yoqishga urindi. Bino ichi asta-sekin isiy boshladi, ammo Eleanorning rangi hamon olikdek oqarib turardi. Jasur, yanimga kel, dedi ayol xirillab. Yigit darhol uning yoniga tiz cho'kdi. Eleanor qaltirayotgan barmoqlari bilan sumkasini ochdi va ichidan kichik, eski bir daftar hamda bitta kalit chiqardi. Bu kalit shahardagi banklardan birining maxfiy qutisiga tegishli. Unda mening vasiyatnomam va sening otang uchun yetadigan pullar, senga va'da qilingan hujjatlar bor. Richardning soxta qog'ozlari u vasiyatnomani bekor qilolmaydi. Faqat buning uchun bitta shart bor. Eleanor chuqur nafas oldi. Uning ko'zlaridan bir tomchi issiq yosh dumalab tushdi. Biz ertaga ertalaboq mana shu shaharchadagi kichik cherkov yonidagi idorada qonuniy nikohdan o'tishimiz shart. Agar men vafot etsam, sen mening qonuniy erim va yagona merosxorim sifatida u yerga borasan. Otangni qutqarasan. Meni u vahshiylarning qo'liga topshirma. Jasurning ko'ksiga xuddi xanjar sanchilgandek bo'ldi. Dastlab bu faqat pul va hujjat uchun qilingan sovuq bitim edi. Ammo hozir u o'z onasi tengi bu ayolning qanchalik garib, qanchalik himoyasiz va mehrga muhtoj ekanini ko'rib turardi. Ayol o'zining so'nggi nafasida ham yigitning otasini qutqarish haqida o'ylardi. Jasurning yuzini issiq ko'z yoshlari yuvdi. U Eleanorning qaltirayotgan, ajin bosgan qo'llarini yuziga bosdi.
Men sizni hech kimga bermayman. Men sizni asrayman, onajon, deb shivirladi yigit o'zbek tilida. Eleanor uning so'zlarini tushunmadi, lekin ohangidagi faryodni va sadoqatni qalb-qalbidan his qildi. U mayin jilmaydi va ko'zlarini yumdi. Tong otmoqda edi. Ammo ularning oldida turgan jang endi boshlanayotgandi. Bir olim sharpasi ostidagi tong. Eski yozgi uyning derazalaridan sizib kirayotgan tongning nimrang, sovuq nuri xonadagi gamgin manzarani yoritdi. Tashqarida qor boroni tinigan, ammo tabiat xuddi bo'lajak fojiadan darak berayotgandek mudhish sukunatga cho'mgan edi. Jasur tuni bilan mijja qoqmagan, u ochoq yonida polda o'tirgancha, ko'zlarini Eleanorning xirillab nafas olayotgan ko'kragidan uzmagan edi. Uning har bir nafasi xuddi pichoqning tigidek yigitning yuragini tilib o'tardi. Eleanor sekin ko'zlarini ochdi. Uning yuzi avvalgisidan ko'proq soligan, ko'zlari ostida qop-qora halqalar paydo bo'lgandi. Ayolning nigohi polda mudrab, ammo baribir sergak o'tirgan Jasurga tushdi. O'zining qonidan bo'lgan bolasi uni boyligi uchun o'ldirishga tayyor turgan bir paytda, dunyoning narigi chekkasidan kelgan bu begona, sodda va gururli yigit uning hayotini asrab qolish uchun jonga post bo'lib o'tirardi. Eleanorning qaqragan lablarida zaif, ammo cheksiz minnatdorlikka to'la tabassum yugurdi. Jasur, uning ovozi quruq barglarning shitirlashdek eshitildi. Yigit darhol sapchib o'rnidan turdi va uning yoniga yugurdi. Men shudaman, xonim. Suv berasizmi? Yoki dorimi? Ahvolingiz qanday? U shosha-pisha ayolning yuziga tushib turgan sochlarini chetga surdi. Vaqtimiz oz qoldi, o'g'lim. Quyosh chiqdi. Biz o'sha idoraga borishimiz kerak. Richard allaqachon mening g'oyib bo'lganimni bilgan. U isquvar itdek izimizga tushishi aniq. Meni turgiz. Jasur ikkilandi. Ayolning ahvoli shunchalik og'ir ediki, uni o'rnidan turgizishning o'ziyoq olimga olib boradigan yo'ldek tuyulardi. Ammo Eleanorning ko'zlaridagi qat'iyat chekinishga yo'l qo'ymasdi. Jasur o'zining qalin kurtkasini ayolning ekniga yopib, uni ko'targancha mashina tomonga olib chiqdi. Qor ustida ularning izlari qoldi. Bu xuddi 60dan kelajakka qo'yilgan qonli qadamlarga o'xshardi. Ikki xudoning va qonunning guvohligi. Ular Nyu-Jersi chekkasidagi kichik shaharchaning ma'muriy binosiga yetib kelishganda soat ertalabki 9ni ko'rsatib turardi. Bino ichi jimjit, keksa bir xizmatchi ayol zerikib qog'oz titkilab o'tirardi. Jasur Eleanorni qo'ltigidan suyab, deyarli ko'tarib ichkariga olib kirdi. Xizmatchi ayol ko'zoynagi ustidan ularga hayrat va shubha bilan qaradi. Yosh, qorachadan kelgan, yuzko'zdan charchoq va gazab yog'ilib turgan yigit hamda olim tiklanib turgan, aslzoda, qariya ayol. Biz nikohdan o'tmoqchimiz. Shoshilinch. Barcha qonuniy hujjatlarimiz yanimizda, dedi Jasur inglizchada, ovozi qaltirab, ammo qat'iy ohangda. Xizmatchi ayol Eleanorga qaradi, go'yo undan, bu yigit seni majburlayaptimi, deb so'rayotgandek. Ammo Eleanor butun irodasini to'plab, qaddini rostladi va sumkasidan hujjatlarni, shuningdek, shaharchaning azaliy fuqarosi sifatidagi huquqini tasdiqlovchi qog'ozlarni peshtaxta ustiga qo'ydi. Men bu inson bilan o'z xohishimga ko'ra hoziroq nikoh qurmoqchiman. Iltimos, jarayonni boshlang, xonim. Xizmatchi hujjatlarni tekshirarkan jarayon boshlandi. U qonuniy so'zlarni o'qiyotganida Jasur Eleanorning muzdek qaltirayotgan qo'llarini o'zining qadoq kaftlari orasiga oldi. Yaxshi kunda va yomon kunda, boylikda va kambag'allikda, kasallikda va sog'likda degan so'zlar yangraganda, Jasurning ko'z o'ngida o'zining uzoq qishlog'idagi ota-onasi, otasining kasalxona shiftiga termulib yotgan ko'zlari gavdalandi. U Eleanorning ko'zlariga qaradi. U yerdagi mudhish yolg'izlik o'rnini endi qandaydir chuqur, onalarcha xotirjamlik egallagan edi. Bu shunchaki soxta nikoh emasdi. Bu ikki insonning qalb bitsimi, olim va ochkozlikka qarshi isyoni edi. Qabul qilaman, dedi Eleanor, ko'zdan bitta tomchi yosh yuzdagi ajinlar bo'ylab pastga oqarkan. Qabul qilaman, dedi Jasur, va bu so'z uning tomog'ini bo'g'ib, yuragida abadiy muhrlanib qoldi. Ular qog'ozlarga imzo chekishdi. Xizmatchi muhrni bosib, rasmiy nikoh guvohnomasini Jasurning qo'liga tutqazdi.
Endi ular qonunan er-xotin, Jasur esa uning yagona qonuniy himoyachisi edi. Ular binodan tashqariga chiqishdi. Havo shunday musaffo ediki, Jasur bir zumga o'zining yelkasidan tog' ag'darilgandek, otasini va bu ayolni qutqarib qolgandek his qildi. Ammo bu xotirjamlik atigi bir necha soniya davom etdi. 3 iblisning nafasi. Ular endigina mashina eshigini ochishgan edi. Ko'chaning boshidan vahimali tormoz ovozi va motorning gumburlashi eshitildi. Ikkita qora, dabdabali yo'l tanlamas mashina qalin qorni chirillatib uchib keldi-da, Jasurning eski Fordining yo'lini to'sib to'xtadi. Mashina eshiklari zarb bilan ochilib, ichidan kechagi barzangi tansoqchilar va ularning ortidan qora palto kiygan, yuzidan vahshat va gazab yogilib turgan Richard tushdi. Uning qo'lida qandaydir hujjatlar emas, balki sovuq yaltirab turgan pistolet bor edi. Jasurning yuragi qinidan chiqqudek urib ketdi. U darhol Eleanorning oldiga otib, uni o'z tanasi bilan to'sdi. O'ng qo'li bilan kurtkasining cho'ntagidagi nikoh guvohnomasini mahkam gijimladi. Bu qog'oz ularning yagona qalqoni edi. Qochishga urindingmi, qari jodugar? Deb o'kirdi Richard, qor ustida gursillab qadam tashlab kelarkan. Uning ko'zlari gazabdan qonga to'lgan edi. Gips orqali onasining mashinasini topib kelgani shundoq ham ma'lum edi. Bu ko'cha iti bilan yashirinib mening pullarimni tortib olmoqchimi eding? Unga yaqinlashma, deb baqirdi Jasur o'zbek tilida, so'ngra darhol inglizchaga o'tdi. Uning ovozi xuddi qoplonning irillashiga o'xshardi. Endi kech, Richard. U faqat sening onang emas, u mening qonuniy xotinim. Barcha huquqlar, barcha qarorlar endi mening qo'limda. Sening soxta vasiylik qog'ozlaring endi bir chaqaga ham arzimaydi. Jasur qo'lidagi muhrlangan guvohnomani baland ko'tardi. Richard qog'ozdagi qizil muhrni ko'rishi bilan joyida taqqa to'xtadi. Uning yuzi shunchalik burishib ketdiki, xuddi ichiga zahar yutib yuborgandek galati qiyofaga kirdi. Boylik, meros, millionlar hammasi shu bir parchagina qog'oz tutgan o'zbek yigitining qo'lida edi. Sen iflos kalamush, Richardning tishlari gichirladi. U asta-sekin qurolini ko'tarib, to'g'ri Jasurning ko'kragiga o'qtaldi. Qog'oz bilan meni to'xtata olaman deb o'yladingmi? Oliklar merosga egalik qilolmaydi. Ikkalangizni ham shu qorga ko'maman, koppak. Eleanor yo'q deb faryod qildi va o'zining so'nggi kuchini to'plab, Jasurning oldiga, qurol o'qiga peshvoz chiqishga urindi. Ammo Jasur uni mahkam ushlab qoldi. Vaqt to'xtab qolgandek edi. Qurolning sovuq trubkasi to'g'ri Jasurning yuragiga qarab turardi. Barmoq tepkini bosishga shaylandi bir. Muzlagan vaqt va yangragan oq. Vaqt xuddi qalin muz parchasi ichida qotib qolgandek edi. Nyu-Jersining qahraton osmoni ostida, oppoq qor bilan qoplangan maydonchada ikki xil dunyo o'zining eng shafqatsiz nuqtasida to'qnash kelgandi. Richardning ko'zlarida faqat qon va millionlar aks etar, uning qaltirayotgan barmog'i pistolet tepkisini bosishga shaylanib turardi. O'z onasining o'ligi ustidan bo'lsa ham boylikka erishish istagi bu odamni butunlay maxluqqa aylantirgan edi. Jasur Eleanorning nimjon jussasini o'zining keng ko'kragi bilan to'sib qilt etmay turardi. Uning qulog'i ostida shamolning uvillashi emas, uzoq O'zbekistonda kasalxona shiftiga termulib yotgan otasining uzuq-yuluq nafasi eshitilgandek bo'ldi. Agar men hozir yiqilsam, hamma narsa tugaydi. Otam ham, bu bechora ayol ham. Yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman. Degan otli isyon yigitning butun vujudini chulgab oldi. Ot! Deb baqirdi Jasur, ko'zlarini Richardning qonli qorachiqlaridan uzmay. Uning ovozida zarracha qo'rquv yo'q, aksincha, olimni ham pisand qilmaydigan sharqona viqor va qat'iyat bor edi. Ot, agar vijdonsiz it bo'lsang. Lekin bilib qo'y, meni o'ldirsang ham bu qog'oz senga boylik keltirmaydi. Sen onangning qotili bo'lib qolasan. Richard yutindi. Gazab va qutqu uni batamom aqlidan ozdirgandi. Olib ketlaring, deya o'kirdi u. Shu soniyada mudhish gumburlash ovozi butun shaharchani larzaga keltirdi. Oq uzildi. Oq trubkasidan chiqqan tutun qorli havoga singib ketdi. Jasur ko'kragining chap tomonida, yelkasiga yaqin joyda dahshatli, kuydiruvchi og'riqni his qildi.
Uning qulogi bitib qoldi, ko'z ongi qorong'ulashdi, ammo u qulamadi. U faqat Eleanorni qattiqroq bagriga bosdi. Qor ustiga xuddi oq matoga tomgan qizil siyohdek Jasurning issiq qoni tomchilay boshladi. Ikki adolatning uyg'onishi va yirtilgan niqoblar. Ammo Richard ikkinchi marta o'q uzishga ulgurmadi. Bino ichidan qattiq chinqiriq eshitildi. Jasur va Eleanorning holatini derazadan kuzatib turgan, nikohni qayd etgan keksa xizmatchi ayol allaqachon politsiyaning tashvish tugmasini bosgan edi. Uzoqdan eshitilgan politsiya sirenalarining chinqirigi bir zumda atrofdagi sukunatni parchalab tashladi. To'rtta politsiya mashinasi ko'cha boshidan uchib kelib, Richardning mashinalarini qurshab oldi. "Qurolni tashla. Qo'lingni ko'tar", degan qat'iy buyruqlar yangradi. O'nlab qurollar endi Richardga qaratilgan edi. Qo'rqoqlik va mag'lubiyat hissi Richardning oyoqlaridan madorini oldi. Pistolet uning qaltiragan qo'llaridan qor ustiga tap etib tushdi. U tiz cho'kdi. Boyvachchaning yuzidagi manmanlik va vahshat o'rnini endi ayanchli qo'rquv egallagandi. Tansoqchilar allaqachon qo'llarini ko'tarib taslim bo'lishgan edi. Politsiyachilar Richardning qo'liga kishan solayotganda, u quturgan itdek baqirib, onasiga la'natlar o'qirdi. Ammo Eleanor uni eshitmasdi. Ayol titrayotgan qo'llari bilan Jasurning qonga belangan kurtkasini ushladi. "O'g'lim, bolam, sen men uchun oqqa uchding", Eleanorning ko'zlaridan yosh daryo bo'lib oqardi. U o'zining qonidan bo'lgan bolasi unga oq uzganini, begona yurtning yigiti esa unga qalqon bo'lganini ko'rib, butunlay ado bo'lgandi. Jasur qonga belangan bo'lsa-da, lablarida siniq, ammo xotirjam tabassum paydo bo'ldi. U qulab tushmaslik uchun bor irodasini to'pladi. Hammasi ortda qoldi, onajon. Biz yengdik, shivirladi Jasur va hushini yo'qotib, qor ustiga quladi. 3 mo'jiza va insoniylik dostonining xotimasi. Oradan 3 oylar o'tdi. Nyu-Yorkning shafqatsiz qishi o'rnini iliq va umidbaxsh bahor egallagan edi. Jasurning yelkasiga tekkan oq uning hayotiga xavf solmagan, shifokorlar uni tezda omon saqlab qolishgandi. O'sha mash'um kundan so'ng hamma narsa o'zgardi. Eleanorning bank qutisidagi vasiyatnoma va ularning qonuniy nikoh guvohnomasi kuchga kirdi. Richard onasiga suiqasd qilish, qurolli hujum va firibgarlik ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning barcha bank hisoblari muzlatildi. Eng asosiysi, Jasur bank qutisidagi pullarning bir qismini O'zbekistonga jo'natishga ulgurdi. Otasi zudlik bilan operatsiya qilindi va olim yoqasidan qaytdi. Jasurning oilasi uning chekkan azoblarini va qanday qilib bu pullarni topganini to'liq bilishmasdi. U faqat bir mehribon onaxon menga yordam berdi, deb tushuntirgandi. Biroq bu voqealarning eng go'zal va shu bilan birga mungli qismi Eleanorning so'nggi kunlarida ro'y berdi. Ayolning kasalligi o'z ishini qilayotgan bo'lsa-da, u kasalxonada emas, o'zining shinam uyida, kamin yonida Jasurning parvarishida yashardi. Jasur uni o'zining tugishgan onasidek asrab-avaylar, o'zbekcha taomlar pishirib berar, uning har bir nafasini poylardi. Eleanor umrining so'nggi oylarida o'zini dunyodagi eng baxtli onadek his qildi. U o'zini qariyalar uyiga topshirmoqchi bo'lgan farzandlarini unutib, shu qora qosh o'zbek yigitida insoniy mehrning eng oliy namunasini ko'rdi. Bahorning iliq tonglaridan birida Eleanor ko'zlarini mangu yumdi. Uning yuzida azob emas, balki chuqur xotirjamlik va tabassum qotib qolgandi. U Jasurning qo'llarini mahkam tutgancha joni uzildi. Eleanorning barcha boyligi, uylari va aksiyalari qonuniy merosxo'r sifatida Jasurga o'tdi. Ammo yigit bu pullarni dabdabaga sarflamadi. U musofir yurtda og'ir kasallikka chalingan, hujjatsiz, qiynalgan muhojirlar uchun Eleanor va Jasur nomli yirik xayriya fondi ochdi. Bir vaqtlar Nyu-York ko'chalarida muzlab, qorin to'ygazish uchun idish yuvgan, kamsitilgan, umidsizlik jarligida qolgan o'zbek yigiti endi minglab insonlarning hayotini saqlab qoluvchi qutqaruvchiga aylangan edi. U Amerikada qoldi, o'z vatanidagi ota-onasini ham tez-tez yo'qlab turdi. Ammo u har yili qishda, qor yoqqan kunda Nyu-Jersidagi o'sha kichik ma'muriy bino yoniga kelar va osmonga qarab, ko'zlarida yosh bilan o'zining hayotini tubdan o'zgartirgan o'sha buyuk va garib ayolni, o'zining ikkinchi onasini xotirlardi.